Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Keyingi ishlarimizni o'rnatyapman. Plastmassa Tower Plus. Aynalarga seriya oq ayna paketi bo'ldi. Alpro. Bu yerga o'sha 3 to'ron, 2 ta katta vitraj eshigimiz bor. Eshiklari Alprodan bo'ldi. Uchlarimiz davomida addish zamovlar bilan bo'ldi. Hozir ko'rinishda mana bemalol qora ayna qilinsa, qorong'uroq bo'ladi deydiganlarga qorong'u bo'lmaydi. Ichkari yorug'likni berib turadi. Oynalarimiz sложный bo'ldi, mana ochilishlari. Ishlarimiz ham o'zini variant ostida bo'ldi. Padagonliklarimiz bo'ldi, mana qarali padagonliklar tushdi. Makda bortishkamiz bor, bortishga o'rnatdik. Bu yerda 2 ta romimiz. Bu romlarimiz 1.76 ga bo'yi 1.60. Bitta katta vitrajimiz bor. Alprodan ochilish qanotlari balkondan bo'ldi. Ruchkalarimiz qora, petlalarimiz qora bo'ldi. Seriya qora bo'lsa chiroyli chiqadi deb shunday qildik mana. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Tower Plus yangi chiqqan material. Xudo xolasa ishonchli bo'lyapti, u ham yaxshi chiqyapti. Akfa plastmassidan ko'ra arzonroq chiqyapti. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa bemalol telefon qilishlar mumkin. Nomerlarni qoldiramiz. Sizlardan like, podpiska, ya'ni nimalardir bosish kerak bo'lsa shularni kutib olamiz. Salomat bo'ling.